Hurmatli o'quvchi, IELTS Online o'z kanalida keyingi dars. Bu 7-dars tavsiya bo'yicha. 7-darsda sizlar bilan advantage and disadvantage essay haqida gaplashamiz. Advantage and disadvantage. Mavzuyimiz esa quyidagicha. In order to solve traffic problems, government should tax private car owners heavily and use their money to improve public transportation. Ya'ni trafik muammolarini hal qilish uchun davlat shaxsiy mashina haydovchilariga soliq tortish kerak va bu pulni public transportation'ni yaxshilash uchun ishlatish kerak degan bir solution berilyapti va shu solutionni endi yaxshi yomon tomonlari haqida yozishimiz kerak. What are the advantages and disadvantages of such a solution? Ya'ni ushbu yechimni yaxshi yomon tomonlarini aytib o'ting. Endi bu narsa advantage and disadvantage'ni so'rayapti, faqatgina list qilishni so'rayapti xolos bizdan. Bu yerda misol uchun advantage'lari ko'proqmi yoki disadvantage'lari ko'proqmi, qaysi biri misol uchun yuqoriroq darajada degan savol berilmayapti. Shuning uchun to'g'ri tushunish savolni bu yerda shunchaki biz ya'ni bu narsalarni eslatib o'tamiz xolos. Misol uchun list qilamiz xolos. Yaxshi tomonlarini va yomon tomonlarini. Lekin bu yaxshimi yoki umumiy olib qaraganda bu yaxshimi yoki umumiy olib qaraganda bu yomonmi degan tomonga o'tmaymiz. Ya'ni bu opinion essay emas. Bu shunchaki advantage and disadvantage. Lekin opinion essay aylanishi mumkin edi agar savol turi boshqacharoq bo'lganda, aytaylik. Yaxshi tomonlari ko'proqmi yoki yomon tomonlari ko'proqmi degan savol bo'lganda, bu opinion essayga aylanib qolgan bo'lardi. Hozircha shunchaki advantage and disadvantage essay. Okay, demak, generate idea qilamiz, ya'ni fikrlarni to'playmiz. Yaxshi tomonlari haqida o'ylasak, birinchidan bu byudjetga tushumlarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Ya'ni agar ularni soliqqa tortsak, ularda demak bizga pul ko'proq tushadi davlatga. Bu pul conditions of roads, railways and public transportni yaxshilash uchun sarflanishi mumkin. Ya'ni yo'llarning holati, railwaylarning holati, public transportning holati umumiy olib qaraganda sarflanishi mumkin. Va misol uchun streets and highways bularga ham sarflanishi mumkin. Aytaylik, traffic lights and street signs, ham bu yerda misollar ketyapti. Shu public transportning qaysi bir tomonlariga bu narsani sarflash mumkin. O'sha svetoforlar, yo'l belgilari, u yo'llar, public transportlar, temir yo'llar, hammasini shu budjet orqali yaxshilash mumkin. Yani ikkinchi tomondan olib qaraganda bu yomon tomonlari, disadvantage'lari, bu bad for drivers, albatta bu haydovchilar uchun qo'shimcha soliq bu unchalik yaxshi narsa emas, yoqimli emas ular uchun va car manufacturers, mashina ishlab chiqaruvchilar uchun ham yomon xabar. Disadvantage'lari ko'p bo'ladi. Birinchidan kamroq mashinalar sotiladi. Chunki odatda biror tax oshsa, aytaylik, odamlar aytaylik mashina olishning o'rniga balki public transportdan foydalangani ma'qul deb o'ylaydi va mashina sotib olish kamayadi. Buni natijasida o'z navbatda mashina ishlab chiqaruvchi kompaniyalar kamroq mashina ishlab chiqargandan keyin o'sha ishchilarni ishdan chetlatishga majbur bo'ladi. Bu o'z navbatda unemploymentni oshishiga sabab bo'ladi. Ya'ni unemployment bu ishsizlik darajasi. Endi ishsizlik darajasini oshishi bu qandaydir juda ham negativ narsa iqtisod uchun. Ayniqsa aytaylik, misol uchun car industriga ko'p bog'lanib qolgan iqtisodlar bor. Misol uchun shu butun shahar shug'ullanishi mumkin mashina ishlab chiqarish bilan yoki davlatdan katta byudjetning katta qismi mashina sotishdan tushgan daromadga tayangan bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarda bu narsa anchagina salbiy ta'sir ko'rsatadi iqtisodga. Xo'p, demak, misol uchun mana o'zimiz Asaka zavodidan olib qaraydigan bo'lsak, Asaka zavodida, Asakadagi mashina ishlab chiqarish zavodida adashmasam 8000 va atrofida ishlaydi. Agar misol uchun mashinalarga talab kamayib ketsa, mashina ishlab chiqarish kamayib ketsa, ba'zi ishchilarni haydashga to'g'ri keladi va bu o'sha ishchilar uchun yomon, oilasi uchun yomon va iqtisod uchun umumiy olib qaraganda yomon holat. Ana shu narsalarni yozish mumkin ikkinchi qismida. Endi structure'ga kelamiz. Structure
bu structure biroz boshqacharoq. Opinion essaylarda mana ko'ryapsiz 24:42, oldingi opinion essaylarda 34:42 edi. Asosiy farqi bu yerda introductionda ikkita gap bo'lishining asosiy farqi bu shaxsiy fikringizni bermaysiz. Bu yaxshi yoki yomonligini aytmaysiz. Ya'ni ikkinchi gapimiz esingizda bo'lsa, hozir ko'ramiz yana shu narsani. Shaxsiy fikrni berish kerak edi. Mana shu narsa berilmaydi, chunki bu yerda sizdan shaxsiy fikr so'ralmayapti. Hop, body 1, body 2 da o'sha 4 tadan gap va conclusion qismida ikkita gap. Bu narsalar opinion essay bilan bir xil. Hop, demak, yaxshilab farqini bilib olaylik, ayniqsa introduction qismida. Demak, introductionda ikkita gap xolos, 40 tadan 68 so'z. Birinchi paraphrase question, bir xil opinion essay bilan, lekin ikkinchi holatda outline the specific topics. Ya'ni bu yerda ko'rasiz, ikkinchi gapimiz tushib qolyapti. Ya'ni misol uchun your position on the issue, ya'ni muammoga sizni yondashuvingiz. Bu qismi tushib qoladi. Demak, buni o'rniga biz shunchaki outline specific topics, ya'ni yaxshi tomonlarini yozamiz va yomon tomonlarini yozamiz deb eslatib o'tamiz xolos. Ya'ni bu yerda o'zi shaxsiy fikringizni bermaysiz. Mana shu narsaga yaxshilab e'tibor bering. Body 1. Body 1 va body 2 opinion essay bilan deyarli bir xil. Endi faqatgina mavzu o'zgaradi, lekin shu gaplarning soni, qanday qilib tushuntirib berishingiz, buni hammasi bir xil. Ya'ni birinchi mavzuni tushuntirasiz, introduce the topic sentence bilan, ikkita keyingi gapda ularni, o'sha mavzularni yoritib berasiz va oxirida example bilan support qilasiz. Body 2 da ham xuddi shunaqa 4 ta gap, 90 tadan 110 tagacha so'z, mavzuni tushuntirasiz topic sentence'da, ikkita gapda mavzuni birinchi yozasiz, ya'ni kirish qismi qilasiz, ikkita gapda tushuntirasiz va example bilan support qilasiz. Conclusion qismida ham xuddi shunaqa, ikkita gap, 30 tadan 50 tagacha so'z, summary of main points, restate your own opinion. Xuddi shu struktura deyarli bir xil, faqatgina introduction qismida o'zgaradi. Mana shu narsani e'tiborga olsangiz yetarli bo'ladi siz uchun. Demak, essayimizni yana bir marta ko'rib chiqamiz, qanaqa qilib joylashtirish. Birinchi o'rinda paraphrase topic, thesis statementda advantage, disadvantage'larni yozamiz. Body 1da ya'ni tushum ko'payishi va bu pul, conditions of roads, public transport, shularni yaxshilashga sarflash haqida gapiramiz va unga mos relevant example bilan tugatamiz body 1. Body 2da esa bad for drivers, car makers, ya'ni haydovchilar va mashina ishlab chiqaruvchilar uchun yomon ekanligini aytishimiz kerak. Mashinalar soni kamayadi, unemployment oshadi va relevant example ishlatamiz fikrimizni tasdiqlash uchun. Conclusion qismida demak, bu aytamiz, summarize qilganda ikkala tomoni ham bor, advantage and disadvantage'lari bor deymiz. Mana bu yechim. Va ikkinchi qismida main advantage and main disadvantage'ni sanab o'tishimiz mumkin. Misol uchun eng katta advantage bu va eng katta disadvantage bu deb turib conclusion qismida tugatishimiz mumkin essayimizni. Demak, mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi bizning essay. Introduction qismiga o'tadigan bo'lsak, birinchi gapimiz paraphrase the question. Demak, many people believe that problems in traffic can be resolved by if the government imposes taxes on private automobile owners for the enhancement of public transport. Ya'ni trafik muammolari, yo'l bilan bog'liq muammolar hal qilinishi mumkin agar davlat soliqqa tortadigan bo'lsa shaxsiy mashina haydovchilarini. Ko'rasiz, bu yerda o'sha standart paraphrasing the question gapi, o'sha holatni o'z so'zlari bilan beryapti yozuvchi. Xo'p, endi outline the specific topic, sana eslatib o'taman. Shaxsiy fikringiz yo'q bu yerda, shunchaki mana aytyapti nimalarni yozish. Ya'ni birdaniga thesis statementga o'tib ketasiz. Paraphrase questiondan. Firstly, this essay will discuss the benefits of enforcing taxes to private individual car owners, and secondly, the drawbacks in imposing such a law. Ya'ni shunchaki yaxshi tomonini aytaman va yomon tomonini aytaman. Bo'ldi. Bu yaxshi, bu yomon degan narsa, degan fikr yo'q. Shunchaki shularni eslatib o'taman. Xo'p, birinchi qismiga yetib keldik. Demak, introduce the topic, mavzuni tushuntiramiz. Yaxshi tomonlarini aytishimiz kerak. To enforce taxes on private automobile owners would bring benefits because it can help increase the budget. Ya'ni shu aniq oydin aytilyapti topic sentence'da, bu bizga byudjetni yaxshilashga yordam berishi mumkin. Endi
byudjetdagi pul nimaga ishlatilishi mumkin? Mana shu narsani tushuntiramiz. Governments can use tax money to improve the conditions of roads, railways and public vehicles. Davlat esa bu soliqdan tushgan pulni yo'llarning holatini, temir yo'llarning holatini yoki jamoat transportlar holatini yaxshilashga sarflashi mumkin. This budget can develop streets and highways, which in return can give more spaces for vehicles to pass through. Also, it can improve the traffic light systems because some of the road signs are defective and inoperative. Yani bu budjet yo'llarni yoki katta yo'llarni rivojlantirish uchun ishlatilishi mumkin va bu o'z navbatida ko'proq demak sig'im ortadi, avtomashinalar sig'imi ko'proq mashinalar qatnashishiga imkoniyat beradi. Ya'ni umumiy infrastruktura, yo'l infrastrukturasi rivojlanadi. Va undan tashqari traffic lightlarni ham yaxshilash mumkin. Chunki ba'zi o'sha traffic lightlar va yo'l belgilari defektiv, ya'ni yaxshi ishlamayapti yoki umuman yaxshi ishlamayapti yoki defektiv, ya'ni qandaydir nuqsoni bor. Demak, example bilan tugatamiz. For example, Traffic Bureau Manila. Traffic Bureau Manila and Traffic Bureau Tashkent yoki Traffic Bureau Andijan deb aytish mumkin. Manila bu yerda joyning nomi. Traffic Bureau degani o'sha yo'l harakatini, yo'l transport vazirligi bo'lishi kerak menimcha. Yo'l transport vazirligiga to'g'ri keladi. Ya'ni mutasaddi o'sha mas'ul tashkilot Traffic Bureau, trafik yo'lga javobgar tashkilot. Shuning Traffic Bureau Andijan, Traffic Bureau Tashkent, Samarqand deyishingiz mumkin. In 2016 reported that it needed 60 million pesos to replace the traffic light system in the whole Metro Manila because 80% of them are faulty and unreliable. Ya'ni ko'ryapsiz bu yerda tepada aytilgan ediki, bizga o'sha pul tushsa pullarni ishlatamiz degan va bu yerda mana misol aytilyapti. O'sha shaharda 60 million peso kerak edi traffic lightlarni almashtirishga, chunki 80% ularni xato ishlatgan yoki umuman ularga ishonchsiz ishlayotgandi. Ya'ni bu yerda shu narsani tepadagi fikrga bog'lanyapti. Shunga o'xshash misolni siz ham berishingiz mumkin. Albatta bu yerda so'zlarni o'zgartirib ozgina berasiz. Lekin shu ma'nodagi example berishingiz mumkin. Okay, demak keyingi badiiy paragrafimizga o'tamiz. İkinci badiiy paragrafimiz. Endi disadvantage'larni haqida yozishimiz kerak. Introduce the topic. Topic sentence'ni tushuntiramiz. On the other hand, imposing more tax might have a negative effect on car industry and employment rate. Ikkinchi tomondan olib qaraganda, soliqni ko'paytirish salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin mashina industriyasiga va umumiy olib qaraganda ish bilan ta'minlanganlik darajasiga. Xo'p, demak tushuntirib beramiz qanday qilib. Applying heavy taxes on vehicles could lower the number of car buyers, which would negatively affect the car manufacturing industry. Ya'ni ko'p soliqqa tortish bu mashina sotib oluvchilarning sonini kamaytirib yuborishi mumkin va bu o'z navbatida mashina ishlab chiqaruvchi sanoatga, mashina ishlab chiqarish sanoatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Misol uchun, when the demand is low, the car companies could dismiss some of its workers, making people unemployed. Ya'ni tepadagi qanday qilib salbiy ko'rsatishi mumkin? Salbiy ta'sir. Ya'ni talab kam bo'lganda, mashinalarga talab kam bo'lganda, mashina ishlab chiqaruvchilar ba'zi ishlarni ishdan haydashi mumkin va ularni ishsiz qilishi mumkin. Example, for instance, GMA News in 2017 reported that 10% increase in taxes for automobiles could lead to a 15% increase in unemployment in the car industry. And GMA News'ni topishiga qaraganda 2017-yilda shu narsani bayon qilyaptiki, 10% agar tax oshirilsa avtomobillarga, bu narsa 15% ishsizlik darajasiga olib kelishi mumkin o'sha sohada. Ya'ni 10% gina oshirsa, bu o'z navbatida 15% odamni ishsiz qilishi mumkin o'sha sohadagi. Ko'rasiz, bir-biriga juda ham bog'langan example'lar. Keyingi slaytda conclusion qismi kelyapti. Summary of main points.
In conclusion, imposing taxes on automobiles has both advantages and disadvantages. Ya'ni ikkala tomoni ham bor. Yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor degan xulosaga kelyapmiz va endi keyingi qismda bu asosiy advantagelari va asosiy disadvantagelarni eslatib o'tishimiz mumkin. The pro of having a vehicle tax is that it can really help in the development of the public transportation system, whereas the main coin is that the rise in taxes could see fewer cars on the road and a higher unemployment rate. Ya'ni yaxshi tomoni bu public transportni infrastrukturasini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Vaholanki eng asosiy yomon tomoni bu kamroq mashinalar soni kamayadi va unemployment darajasi yuqoriga ko'tariladi, oshadi degan javobni berishimiz mumkin. Demak, mana shunaqa essay bo'ladi bizni essay ko'rinishimiz. Xo'p, model answer umumiy ko'rinishi esa xuddi mana shunaqa ko'rinadi. Hop, mana ko'ryapsiz, hammasi joyida. Essay advantagelari, disadvantagelari, conclusion, introduction, yaxshi yozilgan essay, yuqori ballga bemalol da'vogar essay. Bugungi darsimizda sizlar bilan advantage and disadvantage essay haqida gaplashdik. Endi asosiy bu yerda shu narsa, muhim narsa bu structuredagi o'zgarish 34-42 emas, balki 24-42. Shaxsiy fikringizni so'ralmaydigan essaylarda 24-42 strukturasini ishlatishingiz kerak, chunki introductionda siz introductionda shaxsiy fikringizni bermaysiz, shunchaki nimalarni yozishingizni aytib o'tasiz. Mana shu bilan asosiy farqi boshqa opinion essaylardan, advantage, disadvantage'dan. Va advantage birinchi paragrafda advantage'larni aytasiz, ikkinchi paragrafda disadvantage'larni aytasiz. Shu bilan advantage, disadvantage essayni mavzusi demak yoritib beriladi shu. Okay, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.